Diqqat, aholiga tezkor xabar. Pensiya guvohnomasi nima uchun kerak? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda shu haqida gaplashamiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Pensionerlar uchun qulaylik yaratish maqsadida Pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya guvohnomasidan elektron shaklda foydalanish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu raqamli hujjat orqali pensionerlar turli xizmatlar va imtiyozlardan foydalanishda o'z maqomini tez va qulay tasdiqlashlari mumkin. Elektron pensiya guvohnomasini ko'rish tartibi. Birinchi qadam. my.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Ikkinchi qadam. Raqamli hujjatlar va ma'lumotlar bo'limini tanlang. Uchinchi qadam. Pensiya guvohnomasi xizmatini oching va hujjatingizni ko'ring. Elektron pensiya guvohnomasi doimo yoningizda bo'lib, qog'oz hujjatni olib yurish zaruriyatini kamaytiradi hamda turli tashkilotlarda ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonini beradi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.